Hürmetli mücazlar Şafak Bankı'nda rahbarına hürmetli prezidentimizin 2024 dekabr ayında yeni getirilgen seyittirler bulup öttü. Şu seyittirde ticaret banklarına çok mesuliyetli işleyen çok pulla acılatıldı. Şu ahalının tedbirkarlığı, ahalının biznese yöneltiliş boyunca şulardan biri 312. sağlık kararı boyunca 100 milyon so'ma gerarsız 300 milyon so'madan gerov bilen ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, chorva, boshqa yo'nalishlar bo'yicha banklarga pul ajratildi 21%dan 6 yilga 2 imtiyoz davri bilan. Endi bir ko'pchilik fermerlar bizlarda faollarimiz bo'lsa, hurmatli prezidentimizning nasi bilan bizlarga chorvachilik yo'nalishi yuklatilgan. Chorvani rivojlantirish bo'yicha, shu chorvani rivojlantirish bo'yicha bizlarga Fransiya liniyasi, keyin Jahon taraqqiyot bankining liniyasi, shu 4-5 liniya bo'yicha pul ajratilgan. Fransiya liniyasida 11 yilga beradi. 17%dan 6 oydan bir to'lash, 3 yil imtiyozli davr bilan chetdan moliyatga olib boqaman desangiz 11 yilga. Dollarda 6,5%dan beradi. Agar bu 300 olib boqaman desangiz 5 yilga beradi 2 yil imtiyozli davr bilan. Keyin Xaldiga ketaman desangiz Yaponiya liniyasi bor, 17%dan 5 yilga